Ba'zi odamlar qimmat kiyinsa ham oddiy ko'rinadi. Ba'zilar esa juda oddiy kiyinsa ham qimmat aurani beradi. Nega bilasizlarmi? Status narxda emas, status detal ichida. Kiyim orqali statusni ko'rsatish uchun 3 ta narsa bor. Birinchisi rang. Qattiq va ko'z charchatadigan ranglar emas, toza, sokin va premium ko'rinadigan ranglar. Masalan, qora, oq, bejavoy kulrang, to'q ko'k va boshqa ranglar. Ikkinchisi mato. Arzon mato uzoqdan bilinadi. Hatto kiyim qimmat bo'lsa ham, mato sifatsiz bo'lsa, obraz o'xshamaydi. Uchinchi detal. Asl status aynan detallarda bilinadi. Kiyimning o'tirishi, ya'ni posadkasi, qo'shimcha aksessuarlar, oyoq kiyim, tozalik va minimalizm bularni birlashtiradi. Ko'pchilik brendga qaraydi, lekin didli insonlar detal va kiyim posadkasiga e'tibor berishadi. Unutmang, status qimmat logo bilan emas, did bilan bilinadi.